Urush. Oxirgi vaqtlarda bu ibora tez-tez qulog'imizga chalinadigan bo'ldi. Keyingi vaqtlarda urush nafaqat jang maydonida, balki siyosiy hamda media maydonida ham olib borilmoqda. Bugungi kunda dunyoda yuz berayotgan urushlar va siyosiy beqarorliklar har bir millatni o'z vatani, erkinligi hamda xavfsizligini chuqurroq anglashga undamoqda. Vatanni, millatni himoya qilish faqatgina harbiylarga xos emas, balki har birimizning burchimizdir. So'nggi yillardagi voqeliklar vatan himoyasi nafaqat harbiy kuch bilan, balki jamiyatning ma'naviy tayyorgarligi, milliy ong va sadoqat bilan ham bog'liq ekanligini ochib berdi. Agar xalq, millat siz bilan emas ekan, siz ming chandon urinmang, dushmanga bas kela olmaysiz. Lekin agar xalq siz bilan bo'lsa, dushman qanchalik harbiy kuchga ega bo'lsin, sizni yenga olmaydi. Eronni olaylik. Iqtisodiy qiyinchiliklar xalqni ko'chalarga olib chiqdi. Hukumatga qarshi namoyishlar bo'ldi. Bu fursatdan AQSh va Isroil unumli foydalanishga urindi. Lekin hujumlar boshlanganida voqeliklar AQSh va Isroil kutganidek bo'lmadi. Xalq hukumat atrofida birlashdi, uni qo'llab-quvvatladi. Chunki xalq tushunib yetgandi. Hukumat yiqilsa, uning o'rniga Amerika paraz, Isroilni qo'llab-quvvatlaydigan hukumat keladi. Bu esa nafaqat Eron xalqi uchun, balki butun O'rta Sharq uchun katta yo'qotishlarni keltirib chiqaradi. Sizlar Eronni zulmini bilmaysizlarmi deyishingiz mumkin. To'g'ri. Biz bu bilan Eronni qo'llab-quvvatlamoqchi emasmiz. Shu bilan birga Amerika va Isroilni ham qahramon deya olmaymiz. AQShni qoralab, Eronni oqlay ham olmaymiz. Bu adolatdan emas. U yerdagi qiyinchiliklar, qatl, zulm bularni oqlab bo'lmaydi. Lekin ikki zarardan zarari ozrog'ini tanlash bu aqlli kishining tanlovidir. Mavzudan biroz chetga chiqib qoldik. Biz vatan himoyasi haqida gaplashayotgan edik. O'zi vatanni kim himoya qiladi? Armiya, askarlarmi? Bular harbiy salohiyatimizni ko'rsatadi. Lekin haqiqiy vatan himoyachilari vataniga, millatiga bo'lgan muhabbati, sadoqati, or-nomusi, iymoni borlardir. Vatanni himoya qilish faqatgina dushman bostirib kelgandagina emas, balki uni har qanday salbiy ta'sirlardan himoya qilishdir. Biz faqat 14-yanvardagina vatan himoyasi va uning himoyachilari haqida eslaymiz xolosmi? Vatan himoyasini faqat harbiylarga yuklab qo'yamizmi? Yo'q, aslo. Bu millatni, bu tuproqni saqlash har birimizning burchimizdir. Shu yerda sizga Yevropada o'tkazilgan so'rovnomaning statistik ma'lumotlarini keltiraman. Yevropa aholisining 25%gina mamlakat uchun jang qilishga tayyor. 60% ga yaqini esa urushga bormasligini aytgan. Birgina Germaniyada esa urushga xayrixohlar 16% ni tashkil qiladi. Rossiya Ukraina urushining dastlabki yilidayoq, ya'ni 2022-yilning o'zida mamlakatni 1 millionga yaqin ruslar tark etgan. Ularning aksari esa aynan urushdan qochib mamlakatni tark etgan erkaklardir. Hatto ular urushga qatnashmaslik uchun o'z oyoq-qo'llarini sindirishgacha bormoqda. Urushga psixologik tayyorgarlik bo'lmasa, bu jangdan oldingi mag'lubiyatdan darak beradi. Shu kungacha Isroil ustidan 100 ming tonnadan ortiq, ya'ni kuniga 100 tonnadan bomba tashlab kelayotgan g'azoliklarni o'z tuproqlarida qolishlari va vatanlarini bermasliklariga sabab nima? Ularni kim himoya qilmoqda? Armiyami? Qurol-yarog'mi? U yerda qanday qurol borki, bosqinchi Isroilga bas kelsa? U yerda matonat bor. Sabr-bardoshga undayotgan iymon bor. Mana, vatanga bo'lgan muhabbatda kimlardan o'rnak olishimiz kerak? Ular sabr-matonatda butun dunyoga o'rnak bo'lishdi. Yoki 3 imperiyaga qarshi tura olgan Afg'oniston AQSh va uning ittifoqchilarini nima bilan yengdi? Ularda bosqinchilarga qarshi nima bor edi? Qiruvchi samolyotlarmi yoki raketalarmi? Yo'q. Ularda sadoqat, millatga bo'lgan qayg'urish bor edi. Siyosatchilar shunday ta'riflashadi. Afg'onlar televizor qarshisiga muk tushib, kino seriallardan bosh ko'tarmaydigan, Rambo ko'rib ta'sirlanadigan xalq emas edi. Bizni o'lchov bilan, bizni tushuncha bilan aytganda madaniyatsiz, ma'naviy qaloq edi. Yoshligidan to'g'ri ta'lim-tarbiyada, sof milliy e'tiqodda o'sgan, madaniyati, qadriyatlarini saqlaganlar bugun g'alaba qozondi. Ular nafaqat AQShga, balki butun NATOga qarshi turdi. Ko'ryapsizmi? AQSh yoki NATO deganda bizni tasavvurimizda nimalar shakllanadi? Butun kuch-qudrat, harbiy salohiyat. Lekin jangda g'alaba qozonish har doim ham harbiy imkoniyatlarga bog'liq bo'lavermaydi. Ma'naviyat, to'g'ri mafkura nafaqat jang maydonida, balki g'am-qayg'uda, xursandchilikda ham insonga yo'l chiroq bo'ladi. Bunda esa qadriyatlarga, sof milliy madaniyatga suyanish, undan orlanish emas, g'urur tuyish foyda beradi. Vatanni, millatni, o'z madaniyati, qadriyatlaridan orlanadigan, eskilik, qoloqlik deb xorijiy xalqlar mafkuralaridan ta'sirlanganlar, ularni madaniyatiga taqlid qilganlar himoya qiladimi? Yo'q. Himoya faqat dushman chegaraga bostirib kelgandagina emas, balki yoshlarni haqiqiy dushmandan ogohlantirish, ularni o'z madaniyati, qadriyatlarini himoya qiladigan, millati uchun harakat qiladigan ruhda tarbiyalash har qanday maydondagi g'alabadir.
Hech bir davrda millatni tashqi dushman yengmagan, to ichidan xoin chiqmagunicha.